Xullas, Koreyaga kelganimga mana 1 yildan sal oshdi. Kelganimda umuman qanday desam, koreys tilini biroz bilardim, lekin baribir koreysni o'zi sizga murojaat qilganda baribir boshqacha bo'ladi, boshqacha eshitiladi. Koreyslarning o'zi aksent bilan gapiradi yoki bo'lmasa biroz soqolanib gapiradi yoki bo'lmasa juda ham tez gapirgani uchun koreys tilini biroz tushunishingiz qiyin bo'ladi. Agar sizni koreys tili o'sha darajangiz yuqori bo'lmasa, tushunishingiz qiyin bo'ladi. Eng ko'p ishlatadigan bir gapi bor ekan bularni, bu yoqqa kel degan. Masalan, eng boshida kelganlaringda o'sha ishni ko'rsatish uchun bu yoqqa kel, bu yoqqa qara degan so'zi bor. Bu irwaba. Irwaba deydi. Tez gapiraveradi. O'shanda tushunib qolishlaring uchun irwaba. Ya'ni bu yerga kel degan iborani o'zlaring uchun eslab qolsanglar bo'ladi. Shunaqangi iboralarni o'zimning Telegram kanalimda ham qo'yganman. Bemalol o'tib, o'sha yerda kerakli so'zlarni o'zlaring uchun o'rganib olishlaring mumkin bo'ladi.